Azizlar, telefonlarni nasiyaga keling aka, keling xushkepsiz. Shu vaqt bo'ling. Nasiyaga telefon olgani keldim. Bor telefonlar akam, keling. Qanaqasidan beray? iPhone bor. Samsung bor. Redmi 14 bor. Redmi'nin barchalaridan bor. Honor bor. Qanaqasidan beray? Turlari ko'pmi? iPhone olay, iPhone bering. Necha modeli bor? Plastik karta, pasportingizni beringchi. Manda plastik bilan pasport yo'q. Shuni kelaveringman. Ya? Plastik karta, pasportni rasmiylashtirib keyin beramiz nasiyaga. Shunday bera olmaymiz. Beravering, she'dek odammiz-ku, oyma-oy ratchot qilib ketaman, xotirjam bo'ling. Qo'ysangiz-chi ya. Hamma shunday bo'ladi, keyin olgandan keyin boshqa odam bo'lib qoladi. Bu yo'q, anaqa qo'rqitma buni. Men ham she'dek odamman, hech qayerga kelmaganman. Xotirjam bo'ling. Bizda unaqa ish bo'lmasda, xotirjam bo'lavering. Shirin gapirasiz, keyin olganman, boshqa odam bo'lib qolasiz-ku, baraka topib. Odamlar ham hayronsa, voy. Reklama qilib turibman, plastik pasport keling deb. She'dek odamman-ku deyishadi. O'lutganda shirin gapirishadi. Voy, keyin olib pulini bering deb telefon qilsangiz, shunga muhtojmisan? Yo telefon ko'tarishmaydi, yo o'dag'aylab berishadi. Yo nima yana? Yo'zi beraman deb qo'yishadi orqasidan. Sog' bo'ling.